Obunachilar, oxirigacha ko'ringlar. Mana kraska Nexia 3 berganmiz a. Egasi sepgan. Qaranglar, ustidagi lakini sepgan. Qo'shilmadi deb shikoyat bilan yozib yuborgan. Mana sizlarga hozir ko'rsataman, sepib qo'shilishini. Oldin eshikni olib keldik. Ximikatimiz bilan kirdi tozalab oldik. Siz uydagi sharoitga gelpel bilan tozalab olsangiz bo'ladi. Qarang, mana hozir men chayqamadim kraskani. Mana hozir olib keldimda mana sepdim. U bo'ldi, qo'shilmaydi bu. Bo'ldi, oqdi. Sepishni o'zini yo'li bor. Chunki ustidagi men lakini sepdim. Mana shu joy ximikat bilan tozalangan. Mana qaranglar, oqdida rangi ikki xil bo'lib qoldi. Ko'rdinglarmi? Ko'rinib turibdi. Mana bu joyini qaranglar. Ana shu joy ximikat bilan tozalab qo'yganmiz a. Kiri olingan. Bu albatta ana bu joylar kir bo'lib turibdi. Qirilgan joylar ham ko'rinib turibdi sizga, to'g'rimi? Endi mana yaxshilab chayqaymiz. Ichidagi laki bilan kraska qo'shilishi kerak bo'ladi. Qo'shilgandan keyin uzoqroqdan sachratib sepiladi. Buni qaranglar. Ana endi siz qo'shilmagan joyini menga ko'rsatib bering. Buni qarang. Manaki qo'shilib, qurib, bir xil bo'lib kelyapti. Buni qarab turing mana. Qo'shilib, bir xil bo'lib kelyapti. Mana bu joyi ikki xil bo'lib qoldi. Nima uchun ikki xil bo'lib qoldi? Buni men lakini sepdim. Siz lakini sepsiz tushmaydi. Yaxshilab har sepganingizga chayqaysiz. Buni qarang, ajralib qo'ygan ko'rinibdi telefonga Johir. Yaqinroq olib kelib ber. Ana shuning uchun tushmay qoladi. Mana qirilgan joy ketdi, xudo xolasa, buni qaranglar. Mana. Bunisi ham ketdi. Mana ana bu joyini qaranglar, kiri bor. Mana shu kirini ustidan sepib boraman, lekin buni ham yopib ketadi. Mana. Qo'shilib ketishini qaranglar. O'zi mana kraska quridi mana. Mana. Bir xil qo'shilib ketdi. Mana bu joy lekin yana ikki xil bo'lib qoldi. Chunki sababi lak sepilgan. Buni qarang. Kirini tozalamaganligimiz uchun tagiga kir qoldi. Lekin kraska bir xil bo'lib qo'shilib olib keldi. Johirni ko'rsatmang. Hammasini ko'rsatib qo'shilib ketganini. Menga qarang endi. Luboy bizdan olgan kraskangizga qo'shilishi kafolat beramiz. Faqat kraskani chayqash kerak bo'ladi, yaxshi sepishni bilish kerak bo'ladi. Yo bo'lmasa bitta ximikat bilan tozalab olasiz, yo gel bilan. Tayda kiri ham bo'lmasligi kerak, apshibga. Buni olgan paytingizda yaxshilab chayishni maslahat beramiz. Bu albatta buni issiq havoga, mana buni mashinaga qoldirmaslikni maslahat beramiz. Universal Pro Maxga kelaverasizlar. Nova Universal Pro Maxga bo'ladi faqat.